إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetli көрермен qarindoshlar, bugungi darsimizda halolning karomati degan mavzuda to'xtalamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Iymon etganlar, biz rizq qilib bergan halol narsalardan yenglar. Agar Allohning ibodat qilmoqchi bo'lsanglar, uningga shukr qilinglar. Halol Alloh taolo qilishga, yeyishga, ichishga ruxsat qilgan narsa deganlikdir. Mayli yemek içmek olsun, gap so'z olsun, ish faoliyati olsun, Alloh taolo ruxsat qilgan narsa haloldir. Endi halol bizning musulmonning hayotida intayin muhim o'rin tutadi. Amal ibodatlarning qabul bo'lishi, duolarning ijobat bo'lishi shu halol yeyishga qarashliq. Halol yemagan odamning ibodatlarining qabul bo'lishida shak bor, duolarning ijobat bo'lmasligi nihoyat aniq. Bu haqda kelgan hadislar intayin ko'p. Endi muhojiratdagi musulmon, ya'ni Uyg'ur qarindoshlarningki vatan uchun qila oladigan va hozirgi sharoitda qilishga tegishli hamma odam qila oladigan eng muhim, eng katta bir xizmat balalarni Allohni suydigan, vatanni suydigan yaramli qilib yetiştirish. Endi balalarni ashundoq yaramli qilib yetiştirish uchun balalarni aqli, jismoniy va axloqiy jihatdan mukammal qilib tarbiyalash kerak. Endi balalarningki aqliy jihatdan mukammal bo'lishi bütün hamma axloq va jismoniy hamma tarafni besib tushidi. Chunki aqli joyida bo'lgan, aqli o'tkir bo'lgan, aqli jihatdan sog'lom bo'lgan balalar hamma o'tkirlardan o'talaydi. Endi balalarni aqli jihatdan sog'lom qilib yetiştirish uchun halol haromga intayin diqqat qilish kerak. Birinchi hozirgi vaqtda balalarga Alloh taolo harom qilgan narsalarni yegizmaslik, kiygizmaslik, ichgizmaslik. Ikkinchi paskina narsalarni yegizmaslik, ya'ni 3 narsa bilan bo'ladi bu. Birincisi halal narsani yegizmaslik, ikinci paskın narsani yegizmaslik, üçüncü ziyonliq narsani yegizmaslik. Mesela chipsi deymiz, Coca-Cola deymiz, u deymiz, bu deymiz. Yani gerçi bu narsalar haram bo'lmasimi ziyonliq endi. Şuna imkon qadar tamoqni uydan yeyish, restoranlardan mumkin qadar yemaslik. Chunki restoranlarning tamoqlari pokizmi? Pokiza. Yaxshimi? Yaxshi. Sifatlikmi? Sifatlik. Ammo ular organik emas. Mesela normalda odatda bir to'xu cho'ja 45 kunda to'xu bo'ladi ve 50 kundan eshib ketsa bu o'zining zahari bilan o'ladi. Şu an 45 kundan keyin uni o'ltirish kerak, o'ltirdi. Boshqa go'shtlarning yem-xashaklarga kimyalik semirtadigan narsalarni tiz o'stiradigan narsalarni qo'shiladi. Masalan, odatdagi unning nimasini, kipikini elib etib, oppa qilib yegandan keyin biz bir zaharni yegan bo'lamiz. Shunga mutaxassislar deydi, 3 zahardan qechish kerak deydi. 3 oq zahardan. Biri oq un, oq shakar ve oq tuz masalan. Shunga o'xshash hamda balalarni halol dairesi yetiştirib, ularni aqlini sog'lom, yaramli qilib yetiştirish uchun hamma tarafga diqqat qilish kerak. Nihoyat bek ahamiyat berish kerak. Chunki axloqiy, aqliy jihatdan sog'lom bo'lishi balalarning halol yeyishiga bog'liq. Bu haqda nihoyat jiq izlanishlar bor. Masalan, O'zbekistonlik ayol yozuvchi Tursunay Sodiqovaningki Farzand tarbiyasi nomli kitobida bundoq deydi. Bir shaharda bir mahallaning nihoyat taqvodor, shunda yaxshi bir ahli ilmi kishisi bor ekan. Bu kishidan hamma odam yaxshilik kutadi ekan. Ya'ni bu kishining yurish turishi shu yaxshilik ustida. Bir kuni bu kishining bolasi bir juvoldiruzni akilib
bir meşçi yani meş yasab etib qilayotgan odamning meshni teshib etib ketibdi-da. Bir qancha meshni teshib etib ketibdi. Ketgandan keyin bu meshchi shu kishining yaxshi kishining uyiga berib shikoyat qilibdi. Sizning balangiz bu shunday qildi degandan keyin bu odam xafa bo'lmang, men to'lab berdiganni to'lab beray deb to'lab berib, uning kirib balaning onasiga aytganda, biz nada xato qildik? Biz shunday yaxshi yetishtirdik balamizni, shunday yaxshi tarbiyaladik, o'zimizni harom luqma yugizmadik bu balaga, bunda tarbiyaladik. Endi qanday bo'ldi? Bir yerda bir chatoq bor. İsa'nı da bağımı degan ayol, voy hocam siz nima akib bersangiz biz shuni yedik. Haloldan akeldingizmi, haromdan akeldingizmi, siz ishlab akeldingiz, biz shuni yegizdik, siz o'zingizni tekshiring deyotgan. Maqlab shuningla bu tafakkur qilib uxlab qolgan, uxlab qolib u odamning aqliga hech qanday bir qatim bir harom yegan, bekimning haqqini yeb solgan yoki shariatda buyurilmagan bir ishni qilgan esi kelmaydigan. Shunga ayoli turib bir ish esim kelib qoldi deyotgan. Bu qaysi ish desa, men mushu balog'imizga eg'rayoq vaqtimda qo'shnimiz meni mehmon uzitib berish uchun uyga chaqirgandi. Mehmon uzitish jarayonida o'tirsa bu aplisini tizib qopdi, portugalni. Sizlikda attım, şu çağda portakalını qattiq bir yugum geldi, lekin o qo'shni endi yang demaganlik uchun yeyolmadim. Shunlar mehmonni uzitish uchun u chiqib ketibdi. Yog'liqimga tangan bir yingini elib, portakalni teshib, ashundan bir yutum ichib olgandim. Keyin buning uyning egisigimi uni deb qo'ymagandim degandan keyin o kishi deydigan, ha, endi bildim shu vaqtdagi sizningki bir yingna hozir balangizning qulda juvaldiriz bo'libdi deb shunday deydiganda, bu shu kitobda shunday deb yozilgandi. Imomul Harmayn deb atilgan Imom Juvayni degan kishi bor tarixda. Endi nati katta notiq, katta olim endi. Bu kishi so'zlab ketib berib to'xtab qoldi ekan. Ba'zi tili kelmayotgan, tili midirlamayotgan bir shuda bir kesil bor ekan. Buni so'zlab kelib bu kishi men mushuning sababini aşı anam bir hikoyani deb bergan, aşı ishga bog'layman, aşı ish sabablik deyman degan. U qanday ekan desa, bu İmam Juvaynining bir ahli ilmi olim kishining bolasi ekan. U oilasida ulama halol haromga intayin diqqat qildi ekan. Hatto u dadasi deydigan ayoliga balamizni hech qanday bir ayol imitib solmasin, qattiq diqqat qiling deydigan. Burungi zamonlarda endi bola bunda yig'lab xafa qilsa, onasi kelib bo'lamasa qo'shnisi kelib endi past olsin deb imitib qo'ygan gap ekan. Bu odatdagi ish ekan endi u. Shuning bilan bir kuni shunda diqqat qilib tursa, bir qo'shnisi bu bolasini imitib sepdi-da, yig'lab ketdi deb. Imitgandan keyin bu ayol achchiqlayotgan, bu mening erim degandi, boshqa bekimga hargiz imitmagan degandi, bu siz imitib soldingiz, mendan so'may imitibsiz degandan keyin bolangiz yig'lab ketibdi, ichim og'rib imitibdimi deyotgan. Shunga shu hikoyani deb bergan, keyin cho'ng bo'lganda u Imom Juvayniga deb berdi-da. Keyin shu kishi mushu tilimning mishada bunda nutq so'zlab turib, bunda tutilib qolib, bunda qilishini shu chog'dagi shu ayolninki namal, ya'ni haloldimi, haromdimi, uningki yegan narsa shuningki sababiga bog'layman degan. Chunki hamma narsa, masalan, bir mashina biz minayotgan mashinada masala chiqsa, biz mashinaning cho'qim bir yerda bir masala borligidan buziladi mashina, shunaqami? İnson badanimi bir yerda bir g'ayri normal ahvol bo'lganlikdan inson kasal bo'ldi masalan. Shu harom halol masalasida halol doirasida bansang hech qanday chatoq chiqmaydi. Ammo bir yerda bir ish xato ketib qoldi, uning soruni cho'qim chiqadi. Haromni yeb oldim degan bilan, kishi ko'midi degan bilan, ammo bir yerda cho'qim shuning çatıqı chiqadi. Uning çatıqı cho'qim chiqadi. Shunga bunday ishga nati bak diqqat qilish kerak ekan. Endi birinchi bolalarniki aqlni bulg'atadi. Ikkinchidan bu harom degan narsa duoning ijobat bo'lmasligiga sabab bo'lib qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunga nati bak diqqat qiladi-da. Bir kuni qusqi nati och kirsa, yotoqda o nimada birdan bir xoma turadi ekan. Endi xomani ala yey deb og'izga sog'ilib qop, bu xoma endi sadiqi qo'mi bo'lib qolsa, bizga halol bo'lmaydi deb. Chunki payg'ambar oilasiga hadiya durust bo'ldi, sadaqa durust bo'lmaydi. Hozirgacha Muhammad sallallohu alayhi vasallamning oilasi shuning sulolasiga, shuning avlodlariga sadaqa durust bo'lmaydi, sadaqa zakat durust bo'lmaydi. Şunu yemagan. Bir kuni İmam Hüseyin nevrisi sadaqa uchun bir kishilarga taqib berish uchun akelgan bir xomidan
elip birini yapsaldı, yapsaganda ağzını elvatdı. Bizge bu halal emas oğlum yemeğin dep elvatdı. Şunçalik bek dikkat kılgan gap. Aynda dikkat kılıp keptiken hem de. Bir günü bu Said ibn Abu Waqqas radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kelip, "Ey Rasulullah, bana bir dua kılgan bolsa, mening şu duayım icabet bolgan kişi bolgan bolsam" deydi. Rasulullah şu çağda onunğa dua kılmay deydi. "Atyab mat'amak takun mustajab dua." Sen yemek içmekini halaldan kılgın, duayın icabet bolgan adam bulasan sen deydi. Bu yerde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu bir prinsipni, İslam'ın prinsiplerinden halal yeyişinin emel ibadetinin kabul buluşu, duanın kabul buluşu için türtkü bulduğanlıkını, şunun şart ekanligini bildiriş için bunu Sa'd ibn Abu Waqqas radıyallahu anhuga şunda dep ügetken. Bolmasa adetde dua kılsa kılıdı. Mesela İbn Abbas radıyallahu anhuga Allahümme allimhu ta'vil ve fekhihu fid din dep dua kılgan mesela. Bunu tefsir ilmini ügetken ve dinde alim kılgın dep dua kılgan. Lekin Abu Waqqas radıyallahu anhuga kelgende dua kılmay. Sen yemek halaldan yegen duayın icabet oldu diye. Şunu anlagandan keyin Abu Waqqas radıyallahu anhu nayt bek titizlik bilen intayin halallarga qattiq diqqat qildigan şunda boldu ekan. Şu Rasulullah vafat bolgandan keyin ikinci halife Abu Bakr radıyallahu anhu vafat bolgandan keyin birinci halife Abu Bakr radıyallahu anhu vafat bolgandan keyin ikinci halife Umar ibn Hattab radıyallahu anhu'nun davrida Abu Waqqas radıyallahu anhu'ni Irak'ның Kufa şehriga vali qilib avatdi ekanda. Vali qilib avatgandan keyin shunda valilik qilyotdi. Lekin shu yerdagi xalqlarni shikoyat qildi Umar ibn Hattob radhiyallohu anhuga Abu Waqqasning ustidan shikoyat qildi. Shikoyat qilgandan keyin buni bir tekshirib boqayli deb maxsus guruh avatdi Madinadan Kufaga. Sa'd ibn Abu Waqqas haqqida kishilarniki ra'yini, bahosini anglab kelinglar deb aytgandan keyin u masjidlarga, insonlar masjidlarga to'plashgandan keyin hamda masjidlarga berib shuni Abu Waqqas, Sa'd ibn Abu Waqqas haqida nima deysizlar deb ayda so'raydi hamda. So'ngan keyin nurg'un masjidlarda bu nihoyat yaxshi kishi, taqvodor kishi, bizga haqiqatan yaxshi amir bo'lib nima qilyotdi, musulmonlarning ishlarini yaxshi qilyotdi deydigan bir masjidga borganda so'sa cemaatin içinde bir adam ondudur. Bu Sa'd ibn Abu Waqqas özü cihatdan kaçıdığan, taksimatını adalet bilen kılmaydıgan, kişilerge zulüm kıldıgan, hak bilen hüküm kılmaydıgan moşundaq adam dedigen. Degendeki şu anda Abu Waqqas radıyallahu anhum başı çağda. Rast şunda da vatamsa degendeki adam he şunda da vatam degendeki aşağı turup dua kolunu götürüp Sa'd ibn Abu Waqqas. İyi Allah, eğer moşu adam moşu yalgandın moşunda dava kılıp benim üstümde şikayet kılıp yüzünün söz